Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes kanalimizni kuzatuvchilari. Mana bugun biz Samarqand viloyati Sazagan qishlog'imi bu tumanmi? Nurobod tuman Sazagan qishloq. Sazagan qishlog'idamiz. Mana shu xolamizni oldin ham ko'rsatganmiz. Mana bugun 16-martda bugun. 16-martda kelib mana shu kavraklarini ekkan urug'larini qanaqa yetildi, qanaqa natija bo'ldi, o'shani ko'rish uchun mana proverkaga keldik. Xola necha kilo urug' olgansiz o'zingiz ayting? 10 kilo. 10 kilo urug' olgansiz a? Mana shunaqa ekishni men sizga o'zim tushuntirganman, to'g'rimi? Boshidan bir ko'rsatib ketdingiz. Boshida siz mendan ko'chat olmagansiz, boshqa odamdan ko'chat olgansiz. Yo'q, boshqa odamdan olganman ko'chat. Lekin urug'ni mendan oldingiz a? Nima sababdan mendan oldingiz? Endi seni specialist deb seni tanladik. Meni tanladingiz a? Urug'imizni, ekkan urug'larimizni o'sishi qanday bo'ldi, xolajon? Mana shu turish. Qanday o'syapti? Yaxshimi? Rivojlanishi? Endi men hal birinchi ko'rishim. Ekkan urug'laringiz qanday darajada ko'kardi? Mana shunday ko'kardi. Sifati yaxshi ekanmi? Yaxshi deb turibman hozircha. Hammasi ko'kardimi? Hammasi ko'kardi. Rahmat sizga. Akalar, ukalar mana. Mana shu yerga urug' sepganlar, xolam, ko'chat qilib sotish uchun. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana. Hammasi chiqqan. Mana. Qoyil, mashallah. Bu joyda qolgan hayvonlarim ko'kargan bitta ikkita. Mana. Juda ajoyib, ajoyib. İnşallah. Mana tepaga ham ekkansiz a, xola? Tepa ham Keling ham. Mana. Hop, shu 10 kilo ketgan a, xola? 10 kilo ketgan. Mana shu joyga. Necha sotik? Endi sotig'ini qayerdan bilaman bolam? Endi 4 deymizmi? Bo'ldi, rahmat. Xola, eng asosiysi rozimisiz? Roziman. Endi o'tgan safar telefon qildingiz, tekshiruvga bir kel dedingiz. O'sha Qashqadaryo Dehqonoboddan mana shu Sazaganga kelyapman, ko'ryapsizmi? Bilaman. Bilaman. Siz mendan rozimisiz? Roziman. Bergan pulingizga rozimisiz? Roziman. Bo'ldi.